Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Muammoli masalalarni birgalikda yechishda davom qilamiz. Birinchi masalamiz nechta A bu natural sonlar juftligi uchun demak shu tenglik o'rinli bo'ladi deyapti. Bizda demak A ni 2 ga ko'paytiryapti. Bu degani A tok son bo'lsa ham, juft son bo'lsa ham bizda ko'paytma baribir juft son chiqadi. Juft son bo'ladigan bo'lsa, demak juft songa tok sonni qo'shsak 17 chiqadi. Demak, buni o'rnida faqat tok sonlar bo'lishi mumkin ekan. Buni o'rnida 1 qo'yishimiz mumkin. Shu paytda demak A ni o'rnida 8 chiqadi. Yoki buni o'rnida 3 bo'lishi, 5 bo'lishi, faqat tok sonlar bo'lishi mumkin. 7, 9, 11, 13, 15, 17 ham bo'lishi mumkinmi deganda, yo'q, 17 qo'yganimizda A 0 bo'lib qoladi. Bizda esa natural son bo'lsin deyapti. Shuning uchun demak bizda shu qiymatlar ekan faqat. 1 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta. 8 ta qiymatda o'rinli bo'ladi ekan. Biz faqat B ni qiymatlarini yozdik. Bu holatda masalan B1 paytda A ni qiymati 8, B3 paytda A ni qiymati 10, 14, 7. Bu yerda A ni qiymati 6, 5 yozib chiqish mumkin. Demak, 8 ta juftlik demak qanoatlantiradi bu ifodani. Navbatdagi ikkinchi masalani birgalikda yechamiz. Nechta A bu natural sonlar juftligi uchun shu tenglik o'rinli bo'ladi deyapti. Bu yerda A ning yoki B ning qiymatiga sonlar qo'yib tekshirishni boshlaymiz. A ning o'rniga masalan 1 qo'yadigan bo'lsak, 3 ko'paygan 1 bo'ladi, 3 bo'ladi. Keyin bu demak 60 bu yerda demak 57 chiqishi kerak. 67 dan 3 ni ayirsak 57 chiqa olmaydi lekin, chunki ko'paytmasi 5 ga karali son bo'lishi kerak bu yerda. Endi A ni o'rniga 2 qo'ysakchi, bu holatda ham demak biz bu tarafimizda 5 ga karali son hosil bo'lmaydi. 3 qo'ysak, 4 qo'ysak, faqat A ni o'rnida 5 qo'yganimizdagina demak to'g'ri bo'ladi. Bu uchun qaysidir qiymatga ega bo'ladi. Hozir demak 3 ko'paygan 5 15 bo'ladi. 60 dan 15 ni ayirganimiz 45. 45 ni 5 ga bo'lsak, B teng 9 bo'ladi. Demak, A teng 5, B teng 9 degan bitta qiymat topdik. Endi A ni o'rniga 10 qo'yishimiz ham mumkin. 3 ko'paygan 10 plus 5 ko'paygan, endi bu yerda qaysi qiymat bo'ladi? 30. Bu yerdan 30 chiqish uchun 6 bo'lishi kerak. Demak, A 10, B 6. Yana qanday bo'lishi mumkin? 3 ko'paygan 15 bo'lishi mumkin. Plus 5 ko'paygan, bu 45, 15 bo'lishi uchun 3 bo'ladi. 15 va 3 degan qiymatlar. Demak, nechta juftlik desa, bitta, ikkita, 3 ta juftlik. Javob. Chap tomondagi kvadrat ichiga 1 dan 9 gacha bo'lgan sonlar yozilgan. Sonlarni yozish jarayoni yulduzchadan boshlanadi va chiziq bo'ylab uchragan raqam yonma-yon qo'yib yoziladi. Demak 2 dan boshlangan bu yerda, mana yulduzchadan boshlangan bo'lsa, endi bizga so'rayapti, quyidagi yozilgan sonlarning eng kattasi va eng kichigi orasidagi farq. Demak, eng kattasi masalan 9 raqam bilan boshlanadi deb olsak, 9 bilan boshlanadigan bu yerda yo'q, chunki 9 eng chetda bo'lishi kerak edi. Lekin 8 bilan boshlanadigan bor, shu eng kattasi menimcha. Buni raqamlar bilan yozadigan bo'lsak, 8, keyin yuqoridagisi 5, bu yerda 5 bo'ladi. Keyin bu yerda 6, keyin bu yerda 2 va bu yerda 4. Xo'p, eng kichigi endi. Eng kichigi bu 6 bilan boshlanyapti. Bu 5 bilan boshlanyapti. Bu 4 bilan boshlanyapti. Bu 3 bilan. Eng kichigi shu bo'lsa kerak. Demak 3, keyin 5 bu dedi. Bu joyimizda 9, 8 va 4. Shularni bizdan farqini so'rayapti. Bizda ikkalasini farqi bu hisob kitoblarimizda demak D javob chiqadi ayirganimizda.
Navbatdagi 4-masalani birgalikda yechamiz. Demak, 3 kvadratda 1 dan 9 gacha sonlar yozilgan. 7 va 9 sonlar yozilgan katakchalarga qo'shni bo'lgan sonlar yig'indisi 15 ga teng. Ya'ni masalan 7 shu yerga yozilgan bo'lsa, uni qo'shnilari shularning yig'indisi demak 15 ga teng bo'lishi kerak. Kelinglar 7 ni shu yerga yozib ko'ramiz. Misol uchun, balkim 9 ni yozib ko'ramiz. Xo'p, uni qo'shnilari 5, 6 va bu yerdagi son. Bu yerdagi son endi 4 bo'lishi kerak. Agar 15 bo'lishi uchun. Endi 9 ni qayerga yozsak bo'ladi? 15 bo'lishi uchun qo'shnilari. Masalan, bu yerga yozsak, uchalasining yig'indisi 15 chiqmaydi. Bu yerga yozsak, bu yerda ham chiqmaydi. Demak, bu yerga yozamiz masalan 9 ni. Xo'p, 9 ni yozadigan bo'lsak, 15. Endi bu to'g'ri keldi. Endi qaysi sonlar yozilmay qoldi 1 dan 9 gacha bo'lgan? 1 bilan 2 yozilmay qoldi faqat. Endi bularning yig'indisini hisoblaymiz. Ya'ni faqat qoradagilarning yig'indisini. Ularning yig'indisi 19 bo'ladi bu javob. Navbatdagi 5-masalani birgalikda yechamiz. Demak, shu bizga kartalar berilgan. Kartalar yordamida 6 ga bo'linadigan 4 xonali sonlarni yozishimiz kerak. Nechta son yoza oladi degan savol bo'lyapti. 6 ga bo'linish belgisini bir eslaymiz. 6 2 va 3 ni ko'paytmas edi. Demak, 2 ga va 3 ga bo'lingan sonlar 6 ga qoldiqsiz bo'linadi. Xo'p, 3 ga bo'linish uchun demak, raqamlar yig'indisi bo'linishi kerak edi. Demak, bu hammasi bo'linadi. Endi 2 ga bo'linish uchun-chi, 2 ga bo'linish uchun oxirgi raqam bo'linishi kerak. Demak, oxirgi raqamni tekshirib ko'ramiz. Oxirgi raqam faqat demak 0 yoki 4 bo'lishi mumkin bu yerda. Oxirgi raqami 0 bo'lsa, bu yerlarga 1, 4 va 7 dan demak necha xil usulda bularni aylantirib tuza olamiz. Sonlarni 6 ta tuza olamiz. Chunki birinchisiga 3 ta tanlov imkoniyatimiz bor, keyin 2 ta, keyin 1 ta 6 bo'ladi. Buni yozib chiqib ham topishimiz mumkin. Shu tartibda yozib chiqamiz. Endi 4 bilan boshlanganlari, endi 7 bilan boshlanganlari. Xo'p, bo'ldi menimcha. Endi oxirgi raqami 4 bo'lganlarni yozib chiqamiz. Oxirgi raqam 4 bo'lsa, endi boshida 7 bo'lishi mumkin. 7 0 1 4 ma. Shular bo'ladi faqat 10 ta bo'ladi bu. C javob. 6-savol. Alisher 80 litrdagi katta idish to'la suv bor. Demak, shuni kichik idishlarga quymoqchimiz. Bizda so'rayapti, nechta idish bo'sh qoladi, deyapti. Demak, bularning barchasining yig'indisi hozir qo'shib chiqamiz, 91 chiqadi. 91 litr, demak bizda joy bor, lekin suvimiz 80 litr solganimizda, demak 11 litr demak bizda joy qoladi yana. Ya'ni 11 litrlik idishimiz, bitta idishimiz bo'sh qoladi. Ajoyib. Navbatdagi 7-masalaga diqqatimizni qaratamiz. Sardor bir son o'yladi, o'ylagan sondan 67 ni ayirib 5 ni ko'paytirsa ham, 17 ni qo'shib 10 ga bo'lsa ham 2 xonali son hosil bo'lyapti. Sardor o'ylagan sonni toping. Bu yerda javoblardan demak foydalanib yechib ko'rsak bo'ladi. Ya'ni javob qo'yib ko'rish varianti bor. Lekin javob ko'rish variantida ham bir ayyorlik ishlatishimiz mumkin. Diqqat qilsak, bu yerda 17 ni qo'shib keyin 10 ga bo'lsa deyapti. Ya'ni 17 ni qo'shganimizdan keyin 10 ga karrali son hosil bo'lishi kerak. Masalan 87 ga 17 ni qo'shsak 10 ga karrali 10 ga bo'linadigan son hosil bo'lmaydi. Faqat bu javoblardan 83 to'g'ri kelar ekan. 83 ni boshidagi qiymatiga ham tekshirib qo'yib ko'ramiz. Agar to'g'ri kelsa, demak bu javob ekanligi bo'ladi. 83 dan 67 ni ayirib 5 ga ko'paytirib ko'ramiz. Ayirganimizda bizda 16 hosil bo'ladi. 16 ni 5 ga ko'paytirsak 80. Endi 83 dan 17 ni qo'shganimiz 100 bo'ladi. 100 ni 10 ga bo'lsak 10. Ikkalasida ham 2 xonali son chiqyapti. Demak, javobimiz B. Shu masalalarda demak vaqtni tejashni o'rganishimiz kerak biz.
qiyin masalalarga vaqtni ko'proq qoldirib, shunday oson tipdagi savollarni tez-tez ishlab o'tadigan yo'llarni o'ylab qidirib topishimiz lozim bo'ladi. 9-savolga diqqatimizni qaratamiz. Ketma-ket raqamlari bir-biridan 2 ga farq qiluvchi 3 xonali sonlar nechta degan savol bo'lyapti. Masalan, bunga misol 9, 7, 5. 975 ketma-ket raqamlari bir-biridan 2 ga farq qilyapti. Yana shu tartibda yozadigan bo'lsak, 864 753 642 shu ketma-ketlik bo'yicha yozib chiqamiz hammasini. 531 420. Endi shu sonlarni teskarisiga yozganimizda, masalan 579 raqamlar bir-biridan 2 ga farq qilyapti baribir. 357 246 135 va buni yozib bo'lmaydi endi. 020 desak bu 3 xonali, 024 desak bu 3 xonali son bo'lmaydi. Endi yana qanday bo'lishi mumkin? 202 bo'lishi mumkin, 313 bo'lishi mumkin, 424, 535, 600, 646, 757, 868, 979. Mana shu sonlar bo'lishi mumkin. Yana qanday sonlar bo'lishi mumkin? 242 bo'lishi mumkin. Bunda ham raqamlar bir-biridan 2 ga farq qilyapti. 131, 353, 464, 575, 686, 797. Yozganlarimizni endi sanaymiz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 26 ta ekan. Demak, raqamlari ketma-ket kelgan raqamlar bir-biridan 2 ga farq qiluvchi 3 xonali sonlar 26 ta. Navbatdagi 10-masalaga diqqatimizni qaratamiz. Ketma-ket raqamlari bir-biridan 5 ga farq qiluvchi 6 xonali sonlar nechta? Bu bo'lishi mumkin 1 6 1 6 1. Mana 16161. Ketma-ket raqamlari bir-biridan 5 ga farq qilyapti. Xo'p, shu ketma-ketlikda davom qildiramiz. 2 7 2 7 2 3 8 3 8 3 4 9 4 9 4. Bo'ldi. Endi shularni teskarisiga yozib ko'ramiz. 6 1 6 1 6. Bunda ham raqamlar bir-biridan 5 ga farq qilyapti. 7 2 7 2 7 8 3 8 3 8 9 4 9 4 9. Endi bu yerda yana bitta bo'lishi mumkin. Demak 0 ham bo'lishi mumkin. Bu holatda bo'la olmas edi. Ya'ni 5 0 5 0 5. Mana jami 9 ta. Davron birdan 120 gacha bo'lgan natural sonlarni doskaga bir qator qilib yonma-yon tarzda yozdi. Sardor 3 raqamini yoqtirmagani uchun doskaga yozilgan barcha 3 raqamlarni o'chirib tashladi. Natijada doskada necha xonali son hosil bo'ladi? Biz boshda demak ko'ramiz, birdan 120 gacha yozganimizda necha xonali son bo'ladi? Boshda shuni hisoblaymiz. Keyin nechta uch borligini hisoblab, shuni ayirib tashlasak, jami necha xonali son bo'lgani kelib chiqadi. Demak, bu yerda 9 ta bir xonali, 90 ta 2 xonali sonimiz bor. 10 dan 99 gacha va 3 xonali sonlarimiz. 3 xonali sonlarimiz 100 dan 120 gacha. 20 bitta 3 xonali sonimiz bor. Buni hisoblaydigan bo'lsak, jami necha xonali son ekanligi kelib chiqadi bizda. Demak 252 chiqadi bizda. Endi 252 bu demak jami 252 ta raqam bor ekan. Bulardan 3 larni o'chirib chiqdik.
3 ta bor, 13 ta, 23 ta, 30 ta, 31 da, 32 da hammasini o'chirib chiqdik. Endi 1 dan 100 gacha nechta 3 bor desa, 3 borlarni yozib chiqsak ham bo'ladi. 3, 13, 23, 30, 31, 32, 33 ta 2 ta bor. 34. Shu tartibda 93 gacha yozib chiqqanimizda bu yerda 20 ta chiqadi. Endi 103 ta bor va 113 ta bor. Buning uchun 22 ta bo'ldi. Shu 22 ta 3 ni bundan ayirib tashlasak, demak 230 hosil bo'ladi. Ya'ni 230 xonali son hosil bo'ladi bizda. Sarvon 1 dan 200 gacha bo'lgan sonlarni doskaga bir qator qilib yonma-yon qilib yozib chiqmoqchi. U ikki raqamni yoqtirmagani uchun ikki raqami qatnashgan sonlarni yozmay tashlab ketdi. Natijada doskada necha xonali son hosil bo'ladi deyapti. O'zi 1 dan 200 gacha yozib chiqqanimizda necha xonali son bo'ladi? Shuni hisoblaylik. 1 xonali 9 ta, 2 xonali 90 ta va 3 xonalimiz 100 dan 200 gacha 101 ta bo'ladi. Lekin diqqat qilishimiz kerak bo'lgan bitta joyi bor. Ikki raqami qatnashgan sonlarni yozmay tashlab ketdi. Ya'ni ikki raqamlarni o'chirib chiqqani yo'q. Ikki raqami qatnashgan son, masalan 200 ni ham o'chirdi. Masalan 82 ni ham o'chirdi. Shu ketma-ketlikda endi bizda bir xonali sonlardan 8 tasi qoladi. Chunki 2 ni o'zi o'chib ketadi. Endi ikki xonali sonlardan ikki raqami qatnashgan sonlar bizda 18 ta edi. Shunda 72 tasi qoladi. Yozib chiqsak ham bo'ladi. 12, 20, 21, 22, 23 deb shu tartibda yozib chiqsak, demak ikki xonalilar 18 ta chiqadi. Plus 3 xonali endi bu 19 ta bo'ladi. Lekin 200 ni ham hisoblaydigan bo'lsak, 200 bilan jami 20 ta bo'ladi. Shunda 81 tasi qoladi. Endi qolganlarning necha xonali son bo'lishini hisoblashimiz kerak. Shuni hisoblaydigan bo'lsak, bizda 395 hosil bo'ladi. Ya'ni qolganlari 395 xonali son bo'ladi. 13-savolni birgalikda yechamiz. 1 dan 1000 gacha bo'lgan sonlar ketma-ket yozib chiqildi. 7 raqam Zarina 7 raqamni yoqtirmagani uchun 7 raqam qatnashgan sonlarni yozmay tashlab ketdi. Zarina yozgan 100-sonni so'rayapti bizdan. Demak 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedik va keyin 7 ni yozmay 8 ga o'tib ketdik. 9, 10 va hokazo. Endi 1 dan 100 gacha sonlarni yozishda o'zi nechta 7 ishtirok etadi? Ya'ni nechta 7 raqam qatnashgan sonlar bor desak, bu to'g'riroq savol bo'ladi. 19 ta. Ya'ni 19 ta, demak 1 dan 100 gacha sonlarni yozishda 19 ta sonda 7 raqami ishtirok etadi. Ya'ni biz hozir 100 deb yozganimiz bu 100-chi emas, balkim 19 ni ayirsak bundan 81-son bo'lib qoladi. 81-chi bo'lib o'rinda 100 turadi. Keyin 101, 102, 103 va hokazo 104, 105, 106, 107 ni yozmaymiz. Endi 108 ga o'tib ketadi shu yerda. Bu 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88-chi. Va shu tartibda 100-chi yozilgan son 109, 110 deb yozamiz. 100-chi yozilgan son bu yerda bizda 121 bo'ladi. Shu ketma-ketlikda yozib chiqadigan bo'lsak. Bu javob. 14-savolni birgalikda yechamiz. Kamola 1 dan 85 gacha bo'lgan sonlarni doskaga bir qator qilib yonma-yon tarzda yozdi. Sardor esa Kamola yozgan sonlarning barcha tok raqamlarini o'chirib tashladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deb yozdik. Demak, toklarni o'chirib chiqdi. Xo'p, bu yerda masalan 4 tasi qolar ekan. Endi bir sonlarda tekshirib ko'ramiz buni, ya'ni 10 bilan boshlanadi. 11, 12, 13, 14. Nechtasi qolar ekan, nechtasi o'char ekan tekshirib ko'ramiz.
Bu tok raqam bilan boshlanganlar. Endi juft raqam bilan boshlanganlarni ham bir tekshirib ko'ramiz. Keyin shunga qarab xulosamizni chiqaramiz. Xo'p, bizda e'tibor qilsak, necha xonali son hosil bo'ladi deyapti. Tok raqamlarni o'chirib chiqdi. Bu yerda 11, 13 va ikkalasi ham o'char ekan. Barchasi tok raqamlar bo'lgani uchun bulardan bittalari o'chadi. 1, ya'ni demak bizda 5 ta son qolar ekan. Bundachi juft son bilan boshlanuvchi ikki xonali sonlarda. Bunda bittasi o'chadi. Atiga 5 tasi o'char ekan bunda. Jami demak 20 ta raqam bo'lsa bu yerda hozir 10 ta son, 10 ta sonda har birida 2 tadan 20 ta raqam, 15 ta raqam qolar ekan. Bu yerda 4 ta raqam qolgan. Endi demak 30 deb yozganimizda ham, 30 deb boshlanuvchida ham 5 ta raqam qoladi. 40 deb boshlanganda unda 5 ta raqam o'chadi, 15 ta qoladi. 50 deb boshlanganda 5 ta qoladi. 60 ta 15 ta, 70 ta 5 ta va 80 ni tekshirib ko'ramiz. 80, 81, 82, 83, 84, 85. Bu yerdan 1, 3 va 5 o'chadi. 9 ta raqam qoldimi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta raqam qoldi. Endi shularning yig'indisini hisoblaymiz. Hisob kitoblarimizdan istasak 78 hosil bo'ladi. Bu demak 78 xonali son hosil bo'ladi. Demak tok raqamlarni o'chirib chiqsak. Navbatdagi savol o'zining oxirgi raqamidan 7 marta katta bo'lgan barcha natural sonlarni toping. Bu yerda natural sonni toping demoqchi bo'lgan menimcha. Demak, o'zining oxirgi raqamidan 7 marta katta bo'lgan son 7 karrali son bo'ladi. 7 karrali sonlarni tekshirib ko'ramiz. 14, 21, 28 masalan. 14, 4 demak 14 dan 7 marta kichikmi? Yo'q. 1, 21 dan 7 marta kichikmi? Yo'q. 8, 28 dan 7 marta kichikmi? Yo'q. 35 to'g'ri keladi bizda faqat javob. Navbatdagi 16-savol o'zining birinchi raqamidan 12 marta katta bo'lgan natural sonlar nechta? Bunga misol 12. 1 dan 12 marta katta. 24 2 dan 12 marta katta. 36, 48. Menimcha bo'ldi 4 ta. Javob. Bir nechta natural sonlar ko'paytmasi 100 ga teng. Bu sonlarning yig'indisi eng kamida nechaga teng bo'lishi mumkin? Demak, 100 ni ko'paytma shaklida yozish kerak. 2, 2, 5, 5 deb yozsamchi. 10 ko'paygan 10 keldi boshda xayolimga. 10 ga 10 ni qo'shsak 20 chiqadi. Lekin undan ham kichkina qilish imkoniyati bormi desa, mumkin. 10 ni 2 va 5 ga bo'ldim. Demak, bularning yig'indisi demak eng kichigi bilan 14 bo'lishi mumkin ekan. Javob. Qanday eng katta 3 xonali songa 100 ni qo'shganimizda yig'indi biror natural sonning kvadratiga teng bo'ladi. Eng kattasidan boshlab tekshirib ko'ramiz. 999 ni tekshirib ko'rganimizda qo'shsak 1099 bo'ladi. 1099 lekin nechanidir kvadrati emas. 989 ni tekshirib ko'rganimizda 1089 bo'ladi. 1089 bo'lsa 33 kara 33, ya'ni 33 ning kvadrati. Tekshirib ko'rishingiz mumkin. Demak, javob bo'ladi. Navbatdagi savolimiz 1 dan 50 gacha sonlar yozilgan. Shuning raqamlari yig'indisini topishimiz kerak. 1 dan 9 gacha sonlar yig'indisi demak bizda 45, 10, 11, 12, shuni ham 19 gacha. Bunda ham birlar xonasidagi sonlarni qo'shib chiqqanimizda 45 hosil bo'ladi. 20, 21, 22 bularni ham demak birlar xonasidagi sonlarni qo'shib chiqqanimizda 45 hosil bo'ladi. Demak 45likdan bitta 1 dan 9 gacha, keyin 19 gacha ikkita,
29 gacha, 3 ta 39 gacha, 4 ta 49 gacha, 5 ta bo'ladi. Endi o'nlar xonasida birdan 10 ta bor. 10 dan 19 gacha 10 ta son bor. Ko'pchilik ishonmaydi, sanab ko'ringlar, ishonmasangizlar. 10 ta bo'ladi bu. 20 dan 29 gacha 10 ta. 3 dan ham 10 ta, 4 dan 10 ta va 5 dan bitta. Shuni hisoblaymiz, umumiy raqamlar yig'indisi kelib chiqadi. Hisob kitoblarimiz natijasida bizda demak 250 hosil bo'ldi. 250 javobi yo'q, demak to'g'ri javob yo'q bu yerda. Shu tartibda yechsa bo'ladi bu masalani bemalol. Nechta ikki xonali son o'zining o'nlar xonasidagi raqamlarga bo'linadi. Demak, 10 bilan boshlanuvchi, ya'ni o'nlar xonasida bir raqam borlarning barchasi bo'linadi. Chunki 10 birga bo'linadi, 11 ham birga. Istalgan son birga bo'linadi. Endi 2 bilan boshlanuvchi, ya'ni 20, 22, 24, 26, 28 shular bo'linadi 2 ga. Endi 3 bilan boshlanuvchilarni hisoblaymiz. 30, 33, 36 va 39. 4 bilan boshlanuvchilar. 40, 44, 48. 5 bilan boshlanuvchilar 50 va 55. 60, 66, 70, 77, 80, 88, 90, 99. Mana. Shular o'zining o'nlar xonasidagi raqamiga bo'linadi. Ularning soni jami 32 ta chiqadi bu javob.